O'sha mashhur islom sivilizatsiya markaziga tashrifimiz va biz unda nimalarni ko'rdik va nimalar bilan tanishdik. Chiptalarni etiket o'zidan xarid qildik. Belgilangan vaqtdan 10 daqiqa oldin manzilga keldik va navbatsiz muzeyga kirib oldik. Muzeyga kirishimiz bilan tekshiruvdan o'tdik. Shundan keyin o'ng tomonda joylashgan kiyimlar qoldirish xonasida ortiqcha narsalarimizni qoldirdik. Bizga mana shunday quloqchinlar berildi va biz bir guruh bo'lib ikkinchi qavatdagi holga ko'tarildik va u yerda bizga biriktirilgan gid kutib oldilar va sayohatimizni boshladik. Bu yerdagi holning devorlariga 14 ta ravoq o'rnatilgan bo'lib, ushbu ravoqlarning har biri mayda mozaikalardan yasalgan ekan va ularning har birining og'irligi 2,5 tonnani tashkil etadi. Ushbu ravoqlarda o'tgan asrlarda yurtimizda yashab o'tgan va ijod etgan buyuk mutafakkir va olimlarning suratlari va ularning hayotidan lavhalar, tasvirlar berilgan. Har bir ravoqning oldida esa sensor panellar o'rnatilgan. Panellarda ravoqda tasvirlangan mutafakkir olimning avatari joylangan bo'lib, ekranga tegishingiz bilan u jonlanadi va o'z g'oyalari va kashfiyotlari haqida so'zlay boshlaydi.